Xitoyda sindirgan o'zbegim, qadrdonlar, eng zo'r ishlab chiqarish bo'ladi. Mana shunday sifatli stullarda ishlab chiqaraman degan akajonlarimiz uchun biznesni zo'rini yoritgani keldik. Tojikistondan akamiz kelibdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Stanoklar ma'qul keldimi aka? Stanoklar juda ham ma'qul. Zo'r aka. Xudo xolasa mana shu biznesni, stul biznesini boshlamoqchisiz, to'g'rimi aka? Ha, boshladik desak ham bo'ladi. Biz kelib akalardan o'rgandik. Aha. Xudoga shukr, bir haftadan birimiz shu yerda mehmonmiz. Gap yo'q. Shu narsalarni ko'rib, o'rganib chiqib, akalar mana ustozlik qilib o'rgatishdi. Endi shu apparatlarni Tojikistonga, So'g'd viloyati, Gafurov shahriga olib ketamiz. Gap yo'q aka. Xudo xolasa, qani aka o'zim viloyat So'g'd shahriga Gafurov omadim. Jak hafta bozmonim dar O'zbekiston. Ana men stol-stoy navbromada dedim az internet omadim ba barodaroning o'zbek yod girifdim az barodaroning o'zbek. Hech qanday yolg'on yo'q. Stollar sifatli, bu apparatlarimiz sifatli, bu giflarimiz aka, xudo xolasa. Mana stollarni ham ko'rdingiz. Shundoq. O'zingizdan xulosa chiqarib oldingiz, o'rganib oldingiz yo'l yo'rig'ini. Ha, shundoq. Demak, sharoitlar ham zo'r. Sharoitlardan ma'lumingizmi qanday aka? Yo'q, hammasi zo'r. Misol kelib o'rganmoqchi bo'lganlarga tavsiya beraverasiz. Bemalol. Bizda akalarning nomeri bor. Kim Tojikistondan bo'lsa, bizga misol aloqaga chiqishsa, Gafurov shahrida biz, shaharning sentrida. Aytishsa, akalarning adreslarini, nomer telefonlarini berib yuboramiz. Kelib, mana biz aka-uka bo'lgandak, biz ota-bobolarimiz aka-uka bo'lgan, biz ham aka-uka, xudo xolasa. Inshaalloh. Shunga kelib o'rganishib ham ketishaveradi. Xudo xolasa aka, biznesingizga omad, borib va gullatib, yashnatib, mana shunaqangi stullarni xalqqa tarqataverasiz. Aka, boringizga shukr, endi mikrofonni olib qo'yamiz. Endi aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, jonli bo'laveradi. Kadrimiz jonli bo'laveradi, inshaalloh. Aka, chiroyli qilib endi bizga ma'lumotni berasiz aka, xudo xolasa aka. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Xursand bo'lishdim, mana tojikistonlik mehmonlarimiz bilan gaplashdik. Qaysi biridan boshlaylik aka? Mana shu yerdan mana kreslodan boshlab bukib ko'rsatib beramiz. Keyin bitta narxlarini bir boshdan ko'rsatib beramiz. Gap yo'q aka. So'z isboti bilan, qani? Bu hozir nimaga tayinlab beradi aka bu? Kreslo stol bo'ladi. Kreslo stol bo'ladi. Kreslo mana shuni bitta qatirib oladi. Kresloni mana shu yerga olib kelib qo'ysalam. Bismillah. Mana. Mana qatirib qo'y. Mana shu kresloning nimasi bo'ladi? Gap yo'q. Juda tez bo'lar ekan-da aka. Vaqtdan unumli foydalanadi. Biraz bukasi bo'ldi. Buni yosh bolalarim, ukalarimizdan boshqaraverar ekan-da aka, xudo xolasa. Shogirdlarimiz yosh bolalar ko'p kuchli talab qilmaydi inshaalloh. Yo'q, aka, xudo xolasa mana shuni bitta. Qaysi ukamiz? Ha, yosh ukamiz. Bo'ldi, hozir mana shu bukadi. Bo'ldi, mana beraman. Bo'ldi, qani? Bo'ldi aka. Qani? Bukung. Abdu hakim. Bukung. Ha, bukung. Bo'ldi. Qaytaravering. Mashalloh. Haqiqatan ham yosh ukamiz mana ko'ryapsizlar, so'z isboti bilan bo'lyapti hammasi aka. Xudo xolasa nima deydi? Svarka tegmay boshqa bo'lmay sirazi bukilar ekan. To'g'rimi aka? Xuddi shunday ekan. Xudo xolasa mana buni qarang. Gap yo'q. Aka, bunga elektr shart emas ekanda. O'zini energiyangiz yetar ekanda aka. Gap yo'q. Tok shart emas. Shart emas. Ana buni qarang. Kresloni o'zi nimasi, ramasi o'zi tayyor. Ramasi tayyor. 5 minut vaqt ketgan yo'q. Bitta kashak qo'yib, tayyorlasa mana. Ana buni qarang. Xuddi mana shu narsa ketib chiqadi. 5 minut ketgan yo'q. Akalar, o'zini energiyangiz, elektr sarf qilmaysiz, vobshe zo'r. Aka, boshlayveramiz narxini yoritishda aka. Xudo xolasa aka, mana shuni komplegi, mana shu bitta bo'ladi, ikkita, mana shu 3 ta. 3 ta. Uchalasi 12 million so'm bo'lyapti. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ichida. Vohotara, misol Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston kelishtirib xudo qilib beriladi aka. Gap yo'q. Aka, misolchi mana shuni hozir sizga zakaz qilsa, necha kunda tayyor bo'ladi bu aka? Hozir bu yerda 2 komplekt tayyori bor. Birinchi telefon qilganlarga tayyor. Bir hafta 10 kunda tayyorlab beramiz keyingilari. Ha, keyingilari bir hafta 10 kunda tayyor bo'ladi. Kelaman desa, shu yerda sharoitlarimiz bor. Yotib, o'rgatib, ular usta bo'lguncha biz stanoklarni tayyor qilib beramiz. Mashalloh aka. Keyin bunga plusi Bolgarkani ushlab turadigan pastavkasi bor, uni qo'shib beramiz. Qolibi bor, uni qo'shib beramiz. Bonus hisobiga. Bolgarkani qisridan olib kelganda pastavkasini. Misol uchun aka, hozirgi ko'rsatganingizdan mana ulardan ham qilsa bo'ladimi? Akamiz o'zi ketib oldi. Endi bolalar eshitmay qoldi. Mana shu narsani o'zini ham 500 ming so'm sotilyapti. Shu bilan
qolipni mana bu lola mana lola, mana yangichasi, mana uni shularni soladigan pastapkasi bor, qolipi. O'shani ham plus qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz. Bonusi shular, o'sha bilan o'sha ikkalasi 12 million so'mning ichida bonusi. Gap yo'q aka. Misol uchun aka bir kunda nechta shunaqangi nimasini chiqarsa bo'ladi? Tayinlasa Mana shundan aka bir kunda 50 ta 60 ta bemalol bitta odam chiqaraveradi. 100 tagacha ham chiqaradi. Mana shunday holatda tayyorlab berishi mumkin. Kraskasi boshqasiga bir kun ketsa 2 kunda bir 100 ta tayyorlaydi. 100 ta tayyorlaydi. Bitta bola. Gap yo'q. Keyin bu mana bu tarafda ostanogimiz, boshqacha ostanogimiz mana. Bunimiz hozir mana ratan stol bo'lsa, bunisi rama holati. Rama holati. Shuni mana bu tarafida katta shikib tepasini bukadi. Bu tarafini mono shikibda bukadi, bu oyog'ini bunisida bukadi. Mana shu ikkalasi bitta komplekt ratannikini chiqaraveradi. Bunimiz necha pul endi komplekt? Buni narximiz ikkalasi aka 8 million so'm. 8 million so'm. Hamma yo'q ichida bo'lyapti aka bular hozir. Hamma yo'q ichida, ha mana bu. Ortiqcha narsa kerak emas. Ortiqcha narsa kerak emas. Bitta pilosi, misol sizlardan telefon qilishsa, tajriba ustulardan telefon qildi deysa, bonusiga bitta qolipini qo'shib beramiz. Gap yo'q. Qolip deganingiz mana shunda endi qolip. Yo'q, bu ramasi, buni holatda ramasi qolip shuni kirgizdirib oladigan qolipi bo'ladi. O'shani shuni kirgizdirib olsa, bexijolat yig'ib ketaveradi. Gap yo'q. Mashalloh. Tajriba ustolar kanalidan chiqdim deyishni unutmaysizlar. Shu joyi. Endi bunimiz paxta gulli. Mana bunisi paxta gulli. Bunisi mana o'zingiz ko'rib turibsiz bu holati. Bunisi tepada nimasi bor? Shu 2,5 ga 2,5 bilan 2 ga 2 niki. Bu tarafi 2,5 ga 2,5, bu tarafi 2 ga 2. Shu mana bu bilan bu ikkalasida profilda 2 ga 2 bilan 2,5 ga 2,5 chiqarsa bo'laveradi hammasini. Narxi 3,5 million so'm ikkalasi. Ikkalasi bo'lib 3,5. Ha, ikkalasi bo'lib 3,5 million so'm narxi aka. Keyin mana bu tarafda monomiz bor. Mana turbani sindirmay holatida bukadi. Bitta loladan olib kelinglar. Bitta bukib ham ko'rsatib ham beraman. Ishonchli bo'lish uchun. Olib kelinglar. Mana shu, mana ko'pchilik mana buni oyog'ini ko'ryapsiz, singan. Bitta sinmagandan ham olib kelinglar. Mana yerda mana sinmay bukilgan, o'zini holatida bukilgan. Mana ichiga taxlanib bukilgan. Mono apparatimiz mana shunaqa qilib bukib beradi, sindirmasdan. Maşallah. Mana uni ozgina suzib yuboringlar bu tarafiga. Buni razmerlari bor o'zi. Razmerlari bor. Bu shunday qo'yib qotirib qo'yilgan holati. Razmerini keltirib chiqarib beramiz. Regirovkasi bor. Regirovkasini joyiga qo'yib qo'yilsa, chiroyli qilib bukadi. Zakazga qarab ketaveradi. Zakazga qarab qilib berilaveradi bu narsa. Misol turbani bu yuqaroq turba, misol bu birlik turbaga moslab qo'yilgan ekan, bu yuqaroq. Yupqa holatda mana bunday qilib chiqaradi mana. Regirovkasini qo'yilsa, shuni toza chiqaradi bunga o'xshatib. Tushunarli. Regirovkasi ko'payib ketibdi, ozgina orqaga qaytarib qo'yiladi. Mana. Regirovkasi kelsa, shu holatda chiqadi turba. Mana bu tarafi regirovka bo'lmagan holati turbani sindirib qo'yadi. Shu holat aka. Tushunarli. Buni narxi 4 million so'm. 4 million. 4 million so'm shu holat aka. Agar hammasidan shu ko'rsatganlaringizdan hammasini olaman desa, misol aytilgan narxdan kamaytirib berasizmi? Misol ko'proq oladigan bo'lsa, narxini kelishtirib qilib beramiz aka, xudo xohlasa. Misol uchun kimdir buni tirikchilikka olaman deganlar ham bor-da aka, olib borib sotish. Ularga ham yo'lida qilib beramiz. Ularga ham yo'lida qilib beramiz. Telefon qilishaveradi, behijolat. Inshaalloh ma'lumotlar bo'ldi. Aka yana nimalar? Bular-chi bular? Bular ham endi hozirgi bukib ko'rsatdik-ku. O'shani holati. Misol bitta, ikkita, 3 ta. Mono narsamiz, hozir bukkan narsamiz rezbasiga olib ketishib qolibdi. Rezba zarilganligini kesib berishibdi. Endi mono narsamiz valsopka bo'ladi. O'choq, keyin yana plus drabilka, shunga o'xshagan narsalarni dumaloqqa bukib beradigan valsopka bo'ladi. Mana buningda chiqib tushadi bunisi, pastga chiqib tushyapti. Mana nolga o'tiradi. Xohlasa yumaloqqa bukadi, xohlasa ko'tarib olsa sal avvalroq bukadi. Xohlagan holatida bukaveradi, 3 pazak qilib beraveramiz. Telefon qilishaveradi. Narxini hali chiqarganimiz yo'q, telefon qilsa, xudo xolasa kelishtirib chiqarib qilib beramiz. Gap yo'q. Keyin misol kelaman desa, mana kelishsa, mana yotoqlarimiz menetda behijolat kirib ko'rsatib, video ham qilib beraverasiz.
Joylarimiz bor. Bexijolat kelib ko'rishib. Xona ekan. Xona. Mana shu ukamiz Tojikistondan kelgan. Xudo xolasa bugun ketadi. Где-то bir haftacha bo'lib qoldi kelganiga. Juda ham zo'r. Xudo xolasa menimcha ma'lumotlar bo'ldi aka uda. Xudo xolasa endi nima deydi? Tushunmay qolgan, ular kutgan savollar qolib ketgan bo'lsa, ekranda nomerlar bor akalar. Qo'ng'iroq qilsa akamiz batafsil ma'lumotni beraveradi. Videoni ortiqcha cho'zmaymiz. Ko'rsatdik, hamma tushundi deb o'ylayman. Inshaalloh mana shunaqangi mehnatkash, xalqini o'ylab turgan akalarimizni mehnatini qadrlab qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Endi nima deydi? Chet elga borib ishlab kelgandan keyin O'zbekistonda qanday biznes qilsam bo'ladi, ishlab chiqarish qilaman deganlarga akalar mana kelib qop-qora jentrani minmasdan, lekin oborotingizni mana shunaqangi ishlab chiqarishga tiqsangiz, o'sha qora jentralar 1 yildan keyin Malibuga aylanishi mumkin. Mana shu mehnatni qadrlab bitta mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz mana shunday musaffo bo'lsin.